Alo. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mavlud opajonimiz bilan to'g'ri bog'landikmi? To'g'ri, to'g'ri. Opajon, ayyomlar muborak bo'lsin. Rahmat. Avvalo sizni bugungi qutlug' kuningiz bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Hayotingiz doimo quvonchga, qalbingiz esa xotirjamlik va baxtga to'la bo'lsin. Har bir boshlagan ishingiz omad bilan yakunlansin. Niyatlaringiz ijobat bo'lsin, opajon. Rahmat. Opajon, ayni daqiqalarda sizni Brilliant Tabriklar agentligi tomonidan bezovta qilyapmiz. U ishdaman. Sizga bir savol bilan murojaat etsam maylimi? Mayli. Nima deb o'ylaysiz? Bizga sizni xursand qilish uchun qaysi bir mehribon yaqiningiz murojaat etgan bo'lishi mumkin? Ukalarim. Ismlari bilan taxmin qilib ko'ring-chi. Qizlarim bor, endi buni ukalarimdan bilyapman. Shu bilmasam, shu katta ukam yo Sobir ukam yo Vohid ukam, ikkitasidan bittasi. Keling, unda o'zim sizga yordam beraman. Aytib o'tib ketdingiz mehribon ukalaringiz ismlarini. Bugungi shukronalik kuningiz bilan sizni chin qalb bilan yaxshi ko'radigan mehribon ukajoningiz Sobir akamiz nomidan qo'ng'iroq qilyapmiz. Xo'p, eshitaman. Hamda Matluba singlingiz, Sobir akamiz, Zohid akamiz, Vohid akamiz hamda Sardor akalarimiz nomidan tabriklab qo'ng'iroq qilyapmiz, opajon. Rahmat, hammasi sog' bo'lishsin. Ilohim, aytganingiz kelsin. Ijozat bersangiz, mehribonlaringiz nomidan yetib kelgan siz uchun ajoyib tabrik xatlari bor, o'qib eshitirsam maylimi? Mayli. Vaqtingizni olmayapmizmi, opajon? Yo'q. Assalomu alaykum jonim opajonim. Bugungi sizning hayotingizdagi eng go'zal kunlardan biri. Shu munosabat bilan sizni chin qalbimdan tabriklayman. Siz men uchun nafaqat opa, balki mehribon do'st, suyanchiq va har doim yo'l ko'rsatib turadigan nurli insonsiz. Hayotimdagi ko'p yaxshiliklar, sabr, mehr, kuchni sizdan o'rganganman. Qachon qiynalsam yonimda bo'lgansiz. Qachon quvansam quvonchimni birinchi bo'lib baham ko'rgansiz. Shuning uchun sizga bo'lgan hurmatim va muhabbatim cheksiz, opajon. Alloh sizga uzoq umr, mustahkam sog'lik, oilaviy baxt, farovon hayot va har doim yuzingizdan tabassum arimasligini nasib etsin. Orzularingiz amalga oshsin, qalbingiz doimo xotirjam bo'lsin. Sizni juda yaxshi ko'ramiz, opajonim. Doim borligingizga shukr qilamiz. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Hurmat va muhabbat bilan mehribon jigarlaringiz deb mana shu tabrik xatlarini o'qib eshitishimni iltimos qilgandilar, opajon. Rahmat, sizlar ham niyatlaringga kiringlar. Ukalarim ham yuzga kirsin, siz ham yuzga kiring. Ilohim aytganingiz kelsin. Shunday bo'lsin. Ijozat bersangiz, mehribonlaringiz nomidan yetib kelgan siz uchun ajoyib bir she'r bor ekan, o'qib eshitirsam maylimi? Bemalol opajon, bemalol. Qalbingiz yashnasin misoli yaproq, tuganmas baxshodlik hamisha hamroh, nurlarga bezasin har bir o'tar choq. Sizga yangi kunda yangicha tilak, qadrdonim tug'ilgan kuningiz bo'lsin muborak. Xafalik yarashmas, ranjimang zinhor. Shirin tabassumla ko'rsatib yuqor, ostonangiz uzra 4 fasl bahor. Sayrasin sho'x qushlar giryon kapalak, qadrdonim tug'ilgan kuningiz muborak. Sizdanda eng baxtli inson bo'lmasin. Farishtalar izingizdan hech ham qolmasin. Mehr muhabbatdan sira tolmasin. Ko'ksingizda urib turgan bu yurak, qadrdonim, mehribonim, opajonim, tavallud kuningiz bo'lsin muborak deb mana shu she'rni o'qib eshitishni iltimos qilgandilar, opajon. Mayli, rahmat opajon, mayli, sog' bo'linglar, hammalaringni borlaringga shukr. Ilohim aytganingiz kelsin. Mehribonlaringiz uchun yetkazmoqchi bo'lgan rahmatlaringiz bo'lsa, bemalol yetkazishingiz mumkin, opajon. Meram jigarlarim yuzga kirsin. Kamni ko'rsa ham hech qachon g'amni ko'rmasin. Bir tuyur qotgan non yesa ham faqat sog' salomat sog'liq yursin. Tinchlik bo'lsin. O'zbekistonimizga tinchlik bo'lsin, sog'liq bo'lsin. Ilohim. Hammasiga umr, saodat, baxt tilayman, tinchlik tilayman. Ilohim.
siz ham shularga o'xshab sog' salomat bo'ling. Rahmat. Siz ham g'amni ko'ring, g'amni ko'rmang hech qachon. Rahmat opajon. Balalaringiz umriga yuzga kirib yuring siz ham. Ilohim aytganingiz kelsin. Rahmat. Bugungi quvonchli kuningiz sizga yangi kuch, yangi ishonch va yangi imkoniyatlar olib kelsin. Sizga faqat ezgu tilaklar, samimiy duolar va baxt tilab qolamiz butun agentligimiz nomidan. Tug'ilgan kunlarni yaxshi o'tkazib olinglar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat. Sizlar ham sog' bo'linglar. Rahmat. Rahmat.